Menimcha bu hamma zamonlardan ko'ra eng yaxshi 10 yillik bo'lgan. Filmlar, musiqa, o'yinlar va texnologiyalar. 2000-yillar hayotimizda oltin davri deb hisoblayman. Unda hali ijtimoiy tarmoqlar va texnologiyalar bizani asir qilib qo'ymagandi. O'shanda bu texnologiyalar shunchaki bizani ijtimoiy hayotimizga yordam beradigan vosita edi. Video o'yinlar rostdan ham qiziqarli va qiyin edi. Kinoga borish esa shunchaki brend va franshiza uchun emas, balki haqiqatdan aktyor, rejissyor, ssenariy va sarafanli marketing uchun edi. Ayollar va qizlarning ko'rinishi ham har xil va o'ziga xos edi. Bolalar ham ko'chada kechgacha bemalol ota-ona qarovisiz o'ynashardi va xavfli o'rgatuvchi dorilar domiga aldanib tushib qolishdan qo'rqishmasdi. Noto'g'ri tushunmang, to'g'ri, hozir hayotimizda ko'p narsalarda ancha yaxshiroq, lekin har bitta vazifa uchun alohida 10 ta qurilma bor bo'lgan davr va telefonsiz ko'chaga chiqib ketish dahshatli bo'lmagan davr ancha qiziqroq edi. To'g'rimi? Kommentlarda fikringizni yozib qoldiring. Aytgancha, menga obuna bo'lib qo'ying. Meni blogimda, Instagramda tez auditoriya yig'ish hamda eng yangi chiqqan texnologiyalar haqida zo'r ma'lumotlar bor. Obunani bosing, bo'lmasa boshqa ko'rmasligingiz mumkin meni.